Urganch shahrida jurnalistlar, blogerlar va fuqarolik jamiyati vakillarining ekologik korrupsiyaga qarshi kurashishdagi bilim va salohiyatini oshirish mavzusida 2 kunlik seminar-trening tashkil etildi. Jarayonlar bilan muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Tadbir ekolog jamoat birlashmasi tashabbusi bilan tashkil etildi. Undan ko'zlangan maqsad ekologik muammolarni bartaraf qilishda davlat organlariga yordam berish, atrof muhitni muhofaza qilish, odamlarning tabiatga nisbatan insonparvarlik munosabatini ommalashtirish, aholining ekologik madaniyati va huquqiy ongini oshirishdan iborat. Ommaviy axborot vositalarini analiz qilganimizda, afsuski ekologik korrupsiya bo'yicha deyarli hech qanday materiallar yo'qligini guvohi bo'ldik. Chunki to'g'ri ekologik korrupsiya haqida yoritiladi, faqatgina xabar janrida. Tahliliy materiallar deyarli yo'q. Chunki jurnalistlarning o'zi ekologik korrupsiya nima, u qanday turlarda namoyon bo'lishini ko'pchilik tushunmaydi. Fuqarolik jamiyati vakillari ham biz uchun juda ham muhim, chunki aynan fuqarolik jamiyati vakillari jamoatchilik nazoratini olib borishda muhim rol o'ynaydi. Loyihamiz Oliy Majlis Jamoatchilik fondining grant asosida amalga oshirilmoqda va O'zbekiston Respublikasining 5 ta hududida amalga oshirildi. Bundan asosiy maqsad bevosita ekologik korrupsiya nima, u qanday namoyon bo'ladi, qaysi turlarda ko'rinadi degan savolga javob berish. Seminar trening davomida Xorazm viloyatidagi nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari, jurnalistlar va blogerlar ekologik korrupsiya asoslari, uning oqibatlari borasidagi bilimlarini oshirishdi. Ekologik korrupsiya oldi olinmas ekan, biz ekologik muammolarni bartaraf eta olmaymiz to'liq. Qachonki butun aholi birlashib, shu jamoatchilik nazoratini kuchaytirib va bundan tashqari shu mutasaddi tashkilotlarga bu bo'yicha tegishli jazo choralari qo'llanilmas ekan, biz tabiatimizni saqlab qola olmaymiz. Seminar treningimizdan keyin aynan mana shu mavzuga ko'proq e'tibor qaratiladi degan umiddaman. Ushbu seminar trening orqali axborot va tajriba almashish uchun jurnalistlar, ekologlar va huquq himoyachilar o'rtasida o'zaro hamkorlik platformasi yaratildi. Shuningdek, korrupsiyaga oid masalalarni yoritishda jurnalist etikasi va mas'uliyati haqida bilim va ko'nikmalar oshirildi. Treningda ekologik korrupsiya tushunchasi va shakllari, poraxo'rlik, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, soxta ekologik loyihalar, tabiiy resurslarni noqonuniy taqsimlash, bu boradagi xalqaro tajriba, qonunchilik va ekologiya sohasidagi jinoyatlar uchun javobgarlik, jurnalistik surishtiruv o'tkazish singari mavzularda bilim va tushuntirishlar berildi. Trening bahs-munozaralarga boy tarzda o'tdi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar.